civarda. Ümit üzme aziz halkım, ümit üzme ey ana yurt. Biz atlandık bu güreşke, uyul taştak uyuşup. Allah verse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulup. Zalimlarni yığlatgudek, Oğuz gibi küçlük bulup. Lepildeydi asminanda, göz çaknetip şu günü. Ay yıldızlık gök bayrağım, ey anam akan. Ay yıldızlık gök bayrağım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, yaxshimi, yaxshi turdinglarmi? Qandaroq ahvolinglar? Bugun bir naq maydon taqtayli dedik. Çünkü bir yangilik xabarlar kelib qoldi Indoneziya tarafdan. Ama albatta nurg'un balla hozir UFC naq maydon ko'ramiz deb uning bilan aldirash bo'lishi mumkin. Mayli shunda bo'lsinmi? Bu UFC bo'lsin, bo'lmasin, bu vatan da'vosi Habib bilan tugab qolmaydi. Bu yerda albatta bir muhim bir mehmonimiz bor. U bo'lsa amanglarga tunishliq Abdug'ani Sabit apandim akamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimi, yaxshi turdingizmi? Uzunning yaqi sizni ko'rmay qoldik sosyal medyalarda. Siz qanday turasiz? Va alaykum assalom. Allohga shukr, men yaxshi, bundan turyapman. Alhamdulillah. Şu bugün kechda bir ahvollashib, anondan keyin bir shum xabarlar keldi hozir bizning qulog'imizga. Garchi bir oyning oldida ba'zi ishlar bo'lsin, biz xabar topolmay bugun kelib qoldik. Indoneziya hukumati tarafidan 4 Uyg'ur qarindishimizni Xitoy tajovuzchilariga qaytarib beribdi. Shuni bugun gap qilaylik. Lekin oldin ola sizning ahvolingizni so'raylik. Necha vaqtdan yo'qolib ketdingiz, nima ishlar bilan aldirash bo'ldingiz? Salomatligingiz yaxshimi degandek. Men avvalim Allohga shukr yaxshi, alhamdulillah. O'zimniki ba'zi bir ishlarim bilan aldashib qoldim. Lekin xalqimizning boshiga o'tgan dadalab ko'zbatlardan va dunyoning har qaysi taraflaridagi xalqimizning davosini oldin saf qotgan qarindoshlarimiz bilan hamnafas Indoneziya Uyg'urlarni qaychi to'xtat temida bir hashtag ishlash to'g'riliq sizga va menga naqmayda telefon chaqirdi. Shundan keyin biz bu fikrga aktiv ovoz qo'shish, shundan birga shu Sharqiy Janubiy Osiyo va boshqa davlatlardagi shu davlatlarda gunohsiz, hech qanday bir jinoyatsiz Uyg'ur bo'lib qolish uchun mumkin tutib turilayotgan qarindoshlarimizninki ya'ni shunday bir xafaliklar yuzurib qolmasin degan asosda Indoneziya hukumatiga sen to'xta Uyg'urni avatish degan maqsadda bir hashtag harakati boshlaydi degan uchur keldi. Shundan birga biz alhamdulillah Allohga shukr, sizdan biz naqmaydan boshladik. Xatolashmasak Xayirjon sal to'pun chiqirdi balki chiqirib bo'ldi. Shu maqsad bilan bugun hamda qarindoshlar bilan yuz ko'rishish va shundan birga vatan millatning da'vosi ishimizga qanday xafalik va ko'ngil ko'klashdan qat'iy nazar bu to'xtab qolgan bir da'vo emas. Shu. Yaxshi bo'pti. Mana qarindoshlar, yana hashtagimiz #Indonesia Stop Deporting Uyghurs. Bu yerda qisqacha shu Indoneziya Uyg'urlarni avatishga to'xtatqin. Hammamizga ayon buni necha davlatlar yuz berdi. Saudiya Arabiston bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Pokiston bo'lsin, nurg'un davlatlar qaytadi. Lekin endi biz shu Indoneziyaga kelgan chaqda turdik. Chunki biz Indoneziyadan kutmagan bu ishni. Yani ba'zida deyish mumkin, yani yeni mi hashtag, yani ama qo'limizdan kelgani bu. Ya berib qurolli harakat hozirgacha qilamagan, inshaalloh uning amali bo'lar. Yani bu hozir bir moda bo'lib qoldi bu musulmon davlatlarda. G'arb davlatlar albatta Uyg'urlarni qaytarmaydi, lekin bu musulmon davlatlarda, atalmış musulmon davlatlarda Uyg'urlarni qaytarib pek moda bo'lib qoldi.
aka. Bu bundan bilishga asos maqsad musulmon davlatlari biz islomiyatning tarixi qaraydigan bo'lsak, bular asosan bo'lgan bo'lsa g'arb davlatlarini bular masalan musulmonlar dushmani va Xitoyni o'ziniki xalqaro rayon qaratlik siyosatdagi va iqtisodiy texnologiyadagi o'zining hamkorligi deb qaragandan keyin va shundan birga Xitoy kommunist hukumati qurilgan tartib atrofdagi bir turkum pulga davlatlar hukumat pul sirlagan hukumatni setish orqali nurg'un davlatlarga sig'im qilgan. Masalan, atroflardan Malayziya, Singapur, shundan birga masalan Indoneziya, Pokiston qatorliq davlatlar orqali boshqa musulmon davlatlarga kirib, albatta va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm assalam. Albatta bular masalan boshqa bir musulmonlarga xuddi himoyachi qutqazuvchisi albatta bu Xitoyniki musulmonning himoyachisi faqat ularning g'arbga qarshi turuvchi degandek mushta bir holatda ahvol shakllanib qoldi. Buning asosiy manbasi birinchidan bizningki Uyg'ur mush aktivist qarindoshlarimizki islom dunyosi deganimizda davlat boshqa, xalq boshqa. Masalan, islom dunyosi, musulmon dunyosida Uyg'urlarning va Sharq Turkiston xalqining beshiga o'tgan ta'lim va kulfatlarni to'g'ri usulda va to'g'ri ravishda va yetarli ravishda bildirmaslik va tushundirmaslik sababi bilan ommabop xalq amalsiz qoldi va yak bo'lmaydi. Shu davlat axborot va tashviqot vositalari shu davlatlardagi hukumatlarning qulda bo'lgandan keyin hukumatning kontrolida qolib qoldi. Shunga bu Uyg'urlarningki qaytirishi bu yangilik emas. Bu toki 1990 yildan boshlangan. Ama bugün 30 yıl oldu. 30 yılın yanında ne için bu Uygurlarınki bizdeki Şarkı Türkistan kardeşimizinki yukarı Şarkı Janubi Asya, Orta Asya ve Orta Şarkı devletleri qaytırılışı hatim verilmeydi diye bu meselede abay elbette belirtmek. Eğer Allah Teala bizge kulumuzga şuna bir kuş bergen bolsa biz hiç kimlik kalmaydık inşallah kulumuzun gelişi bu hareketini yapardık. Lakin bugün biz bu şarayet bulmaydı bulmağandayken biz bugün özümüzün qanimizga yani qalamimizni chilab o'tirib shu qalamimizdan Xitoyga o'q chiqaradigan qalamimizdan Xitoyga qarshi qarab turib begona odamlarni mushunda Xitoyga qaytib biramsa deydigan mushunda Xitoyningki yaloqchisi bo'lgan iqtisodiy manfaat uchun insoniyatni islomiy qarindoshlikni sezadigan mush davlatga qarshi to'xtasa nima ish qilyapsa deb bularning qilayotgan Xitoylar birlashayotgan bu hukumatlarning jinoiy qilmishlarini har xil tilda yezish so'zlash ve öldürtüşlük Müslüman alması anlatış, bildiriş ve dünyadaki başka Müslüman'a bildiriş arkalık özümüz gösterişin ibaret bu hizmetten katliam kılışımız gerek. Mesela Orta Asya devletleri Uygurlar qaytırıp ötüldü. Biz hadise Orta Asya devletleri özümüzün qarindaşları kıymet bıçak salmayınca sağırtıp getdik. Mesela Pakistan oldu bunu müsavir kıldık. Arap elleri oldu bunu müsavir kıldık. Bu bara mesela Tayland, Kamboçya bunun halıqıp ötüp mesela bu yer kelden. Eğer biz yana bugünkü kadar bunda bir ahvalda savr qiladigan bo'lsak, ertaga sizni bahan tutib, meni qo'lim tutib qarang. Shunga biz albatta qarindoshimizga ikki chiqishimiz, ularniki yig'isa tam yig'ishimiz bizning ustimizga beqarli savat. Yoki majburiyat yoki mas'uliyat. Ya hakikaten bek içiniş bir ahval. Hatta tünügün ben bir nima deymiz? Yani bir akımızda köreşken, o biz bu işte meni vaktimiz hiç qanday çatak yok dep lekin qarsak, bir ayning aldırı ne var? Qaytırıp qo'ygan gap. Endi mavu Erkin Asya bir Indoneziyadan bir chiqqan bir xabarga asoslanib tarjim qilg'izgan o'xshaydi mavu maqolani. Bunun da deyişçe şu bu kendişimiz isimleri Ahmet Mahmut, 6. Bayram 6. mı? Ahmet Bozolan ve Abdülbasit Tüzer. Bunlarni asli 6. hizbga Jakarta'daki bir sot yemisida ve bularga $6,800 bir jazo qo'yibdi. İki sebepten. Birisi saxta pasportla kirish sababligidan. Anondan bir militan bir mujohidlar grup yani cihatçılar bilan qetilg'ashqa mesela bir jariman qo'yibdimish shu chog'da. Ve bularni hozir shu anondan bularning muddati shu 9 ayning 17si to'shab shu tosha tosmas shu Xitoyga topshirib bergan gap ekan. Yani bir ay o'tib bo'lgan gap bu ishqa, bir ay necha kun taxi. Bu
Endi haqqancha bo'lsinmi, mayli u grupqa rost chetilgan bo'lsin, chetilgan bo'lmasin, vaqtini to'shqizib bo'lgan insonlar asli. Asli bular erkin insonlar, vaqtini to'shqizib bo'ldi. U jinoyat rost bo'lsin, rost bo'lmasin, bularni erkin qo'yib berib, boshqa davlatlarga avatish kerak edi yoki bo'lmasa boshqa cho'ng davlatlar aralashib bir shaklda ayrim bo'lsinmi, bexatarligini saqlab qilish kerak. Lekin bular hech qanday bir yerga maslahat solmay turib, udullan vaqti to'shiblam Xitoyga avatgandan keyin bu nihoyat qo'rqinchli bir ish bo'libdi. Endi anglashimcha boshqa qayndoshlar borki, Indoneziyaning bo'lsin, Malayziyaning turmini yetayotgan. Endi mushu ish yana bir qatim yuz bermaslik uchun buningda saqlamay udullam shu mediaga chiqarish kerak ekan deb o'ylab qoldim endi o'zimcha. Chunki endi bizlarga bu ahvolga qaraydigan bo'lsak, 2009 yıl xatolashmasam Kambodiyada shunday bir holat yuz bergan. Bu masalan bu masalan da ma'lum Misrdagi Azhar universitetidagi o'quvchilar masalasida avvalan shu o'quvchi bolalarni Xitoy qaytarib qo'ygan. Bu masalan Birlashma Agentliklar, Fransiya agentligi qatorli axborot vosita xabar qilgandan keyin bizningki masalan Erkin Osiyo radio stansiyasi va boshqa xabarlarda e'lon qilindi. Biz masalan xabarlardan Uyg'ur bolalarniki avvalan qaytarilganini bilgandan keyin aktivistlar harakat qilgan masalan. Shunga asli hamda biz bir qadar aktiv va kuchli bir da'vo bir qo'shinimiz har jihatdan bundan mı yaxshi bo'lgan bo'lsa, balki bundan shuni oldini olib bo'ladi deb o'ylayman. Bugun masalan G'arb davlatlari Angliya bo'lsin, Fransiya bo'lsin, masalan Kanada va Amerika qator g'arb davlatlari va bugungi axborot vositalarida Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilikqa uchrayotidi devatgan mushuna bir fursatda, mushuna bir sharoitda dunyodagi musulmonlar soni ko'p bo'lgan, oldin qator turgan qatorlashmasam shunda bir davlatda masalan 1990 yilning oxirlari Xitoy kommunistga qarshi shu davlatga to'lqin ko'targan shunda bir davlatda bu Uyg'urlar aşına masalan töhmetini çaplaplankin, Milton gruplar qatnaşqan degan töhmetini çaplaplankin, bunu Xitoyga avatitish bu insoniyatga qarshi bir jinoyat hisoblanadi. Chunki masalan Guantanamo turmusida masalan qo'lga olingan, hatto masalan dalil isbotini tutilgan ba'zi odamlar masalan bugun Talibanlarniki yuqori darajadagi rahbarlari bugun Amerikada sirtlashyapti. Masalan shu odamlar ayni davrda Guantanamo turmusida yotgan. Misol bugun diplomatlar Amerikada sirtlashyapti. Masalan Uyg'urlar shu Guantanamo turmusida masalan bular jinoyatchi emas, begunoh deb isbotlanib boshqa yerga yerlashtirildi. Ve başka meselesler qatnaşqanlarmı o'zining davlatiga emas, ularning o'zining orzusiga asosan boshqa yerda yerlashtirildi. Masalan, davlatga qaytarilmadi. Ama bu Indoneziya hukumatiniki bu Uyg'urlarni hech qanday bir dalilsiz, isbotsiz, faqat chegirdan kirgan degan narsalarlankin buni Xitoyga qarshi bu insonga qilingan bir jinoyat hisoblanadi. Masalan, Yevropaga Uyg'ur bo'lsin, Somallik bo'lsin, Suriyalik va boshqa millatlarmi masalan kirdi qonunsiz, hech kim ularni o'zining qaytarga yeri yo'q. Mesela Türkiye'ye nurgul adamlar kırmızılar kırdı bulan qaytarga yeri yo'q. Bu yerdeki mesele Indoneziya hükümetiyle Xitoy hükümetininki bu yerdeki iqtisodiy hamkorlik va siyosiy bexatarlik va davlat manfaati bu deb o'ylayman qalamda. Shundoq. Endi qanday deymiz? Men mesela shaxsan ba'zi ishlarga men bek umidsizlanib ketdim-chu. Masalan, boshqa da'volar bo'lsa, masalan Filistinning da'vosi bo'lsin, o kadar yıllar Filistin deb to'lab yurdi, ama bugungi kunlikda Bahreyn, UAE, Birleşmiş Arab Emirligi, Sudan, nechsi shu cho'ng musulmon hatta Saudiya Arabistonmi İsrail bilan qaytadan munosabat quramiz deb, ularning necha yillik qilayotgan da'vosi nolga bo'ldi-da, masalan BDS qaytadan masalan bizning da'volarimizni, shunki da'vo qilyapmiz, bular qaytadan qo'rqmay 380 neçe yeni bir kampı tipilipti degandek. Qo'rqmay yana Birleşmiş Milletler bularning inson haqlari konseyi ketilishi. Yani hakikaten bu dünya bo'pti, masalan Kanada bo'pti irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. Deplam yo'q, yani deb qo'yding, zaten irqiy qirg'inchilik bo'layotganini 3-4 yıl emas, necha yilning yaqi bo'lyapti. Tam tunugin deb qo'ydan, deb qo'yibsa bo'pti. Andan keyinchi
Şimdi Andan keyin qanday qilmoqchi ya'ni? Meni ishchim siqilib qoldi necha vaqtni yaxshi shaxsan endi. qarang, bu masala qarasak mening qalbimni nihoyatda eg'irlik, yillardan beri daftarlik qilib, qalbimni jarohatlantirayotgan bir masala bor. Bu masala modusini dunyoda 56 dan ortiq o'zini otib olgan atalmish musulmon hukumatlari bor. Masalan, agar siz har birisiga 1000 askar chiqarsangiz deyli, masalan 56 ming askar sanıldı. Masalan bugungi kundagi masalan Rohingya, Arakan shtati yoki Rohingya shtati. Bu musulmonlar yillardan beri masalan mushu nima Birma harbiy hukumati tarafidan o'ltirildi, bosqinchilik qilindi. Hattoki bularniki irq qirg'inchilik qilayotganligi Birlashgan Tashkilotga e'tirof qilindi. Masalan, e'tirof qilindi bu narsa. Ammo bular qarta bir qo'rdan amaliy harakat qilgan binasi yo'q. Bu musulmonlarni harakat qilgan binasi yo'q bu yerda. Mening qo'ygan savolim 56 musulmon davlatlarningki rahbarlar nerede, boshliqlar nerede, amaldorlar nerede? Musulmonlar masalan dunyoning har qaysi taraflarida o'zini qo'g'dash uchun qurol olsa terroristlarni qoladi. Misol olgan bo'lsak. Ammo musulmon hukumatlari bular nerede? Ular inson emasmi? Masalan Falastin masalasiga qilgan bo'lsak, Yapon sonra Falastin masalasi 1990 yil xohlashmasam Oslo kelishimi vositan qadar nihoyat yaxshi bo'lgan yoz rahbarligida. Oxirgi davrlarda nurg'un siyosiy harakatlar va hokazo ishlar bilan Falastin masalasi kunni-kuniga masalan kayni chekinib ketib bordi. Oldi ilgirlash yo'q Falastin masalasida. Quruq shu bor, chekini ilgirlash yo'q Falastin masalasida. Bugungi kundagi masalan Isroiliya bilan bütün Arab davlatlariga qoyil diplomatik munosabatni o'rnatishi bugun Isroilniki kuchlanganligi, Isroilniki O'rta Sharqda siyosiy ta'sir doirasini kuchlangan darak beradi. Ammo bizningki Uyg'ur masalasiga, Sharq Turkiston masalasiga yoki Uyg'uriston masalasiga biz yaqindan diqqat qiladigan bo'lsak, bizning masalamiz O'rta Sharqqa o'xshamaydi. O'rta Sharqqa o'xshamaydi. Asli bizning qarindoshlarimiz Xitoylar kampini ochmasdan burun chet eldagi siyosiy da'vo harakatlarga aktiv qatnashish, ishtirok qilishi, bo'lib ixtisos bilim egalarininki da'voga yaxshi ishtirok, ya'ni da'vo demaydi, kurash, inqilobga ya'ni ishtirok qilishi kerak edi. Ammo u bo'lmadi. Oxirgi yillar kelgan vaqt biz hamma chiqib o'tirmasdan dadamni sulab qo'ydi, opamni sulab qo'ydi degan bu narsa quvvatimiz, lekin Allohga shukr, ya'ni qarindoshimiz tashkilotchilik, ya'ni tirishchilik, nurg'un narsa bu yetarsiz. Va shuningga masalan agar biz bugungi kunda Falastin masalasi qo'ygan bo'lsak, Arakan masalasi qo'ygan bo'lsak, umidsiz ketamiz bu masalaga. Ammo lekin biz masalan Moro Islom ozodlik fronti, masalan Indar Muammar Qaddafi ko'p iqtisodiyotga yordam qilgan Moro Islom ozodlik fronti. Masalan bugungi kundagi nimadagi Filippindagi masalan ekamda uni kelishganmiz. Buni qo'lga keltirgan tirishchiliklari, masalan Kosovoniki va Bosniyaniki qo'lga keltirgan tirishchiliklari, buni qaraydigan bo'lsak, albatta yana masalan ko'p g'alaba qilgan ishlar bo'ladi deb o'ylayman kallamda. Gap biz o'zimizniki da'voni qaysi usul, qaysi sharoit, qaysi vaqt usul asosan to'g'ri yo'nalishda qilish deb o'ylayman kallamda. Shunga agar Masalan, bir talash tortish bo'lyapti masalan necha vaqtni yaqin. Ya'ni biz o'zimizni masalan inson haqlari jihatdan da'vo qilamdik yo biz musulmon deb da'vo qilamdik. Tam Mavlanoning oldiga borgan chog'da inson haqlari deyli, Mavlanoning oldiga borgan chog'da musulmon deyli. Hatto musulmonlarni tashlayli deb bir mesaj berdi. Lekin masalan belki insonlarimiz diqqat qilganda xili cho'ng nomli insonlar bilan masalan musulmon dunyosiga cho'ng nomli insonlar ziyorat qilgan chog'da bular bir musulmon da'vosi deb ko'rdik va hozirgi inson haqlari da'vatgan mayli hozir Amerika davlati qo'llayotgan bo'lsin yoki bo'lmasa ba'zi inson haqlari tashkilotlar bo'lsin, ular vaqtincha qo'llab berdi. Vaqt kelgan chog'da sizlarni satirdi. Chunki vaqt kelgan chog'da sizlarni hammanglarni bir shu musulmon deb ko'rdi. Ming Uyg'ur musulmon demayli desakmi, u narsa markadek chaplab qiliblam bizni boshqalardek insondek ko'ringlar deb buni nima deymiz? Ana tushuntirsam bo'ldi. Ishqib ming inson deb ko'ringlar desak, bular bizni insondek ko'rmaydi ekan deb his qildim men. Bu qarangchi, men o'zimning tushuncham, o'zimning ko'z qarashda bu tar doiraga qarash deb o'ylayman. İnsanlık Müslüman inkar qilmaydi. Unda bo'lsa agar musulmonning huquq yo'qmi unda bo'lsa masalan. Albatta musulmonning huquqi bor. Alloh inson yaratgan ekan, insonlarningki albatta huquqlari biriga bergan Alloh taolo.
Şunga bir yerdə məsələn bəzi qarindaşlarımızdakı siz deməkki məsələn Uyğur musulmandakı Uyğur desəm şu dəpsinlər məsələn desək. Bunda fikir deməkki mi siz hem de məsələn. Ya mening demoqchi bo'lganim biz musulmon bo'lg'achqa biz buni tushunolmaymiz. Endi kofirlar yoki bo'lmasa dinsizlar yaxshilar hammanglar vaqt kelgan chog'da hammanglar bir deb qaraydi ekan-chu. Lekin Mozambik tunigan bir qiziq bir gap qildi. Bak subhanalloh dedim. Shu mayli inson haqlari da'vatgan insonlar bo'lsin va hatto shu radikallar bo'lsin, o'ngchi radikallar musulmon unda demedim. Ular Müslümanlarni bir deb ko'rdi ekan-chu. Lekin biz o'zimiz bek pochilinib ketdik, bir emas. Biz masalan biz deymiz-ku, masalan Uyg'urga bo'layotgan kulpat Müslüman İslam bilan aloqasi yo'q. Chunki namoz qilmayotgan insonlarmi, saqal qo'ymayotgan insonlarmi, yalmoq chekmayotgan insonlarmi kiryotir lagerga deb o'zimiz biz farq qila olamiz-da, kim o dinini yaşayotgan yoki yaşamayotgan. Lekin kofirlar ya da Xitoylar yo'q, mayli namoz qilma, sen bir yani, hammanglar bir. Namoz qilma, hammanglar bir deb ko'rdi deb asla tushundim. Qarang, bu yerda ba'bay deb aytdim-ku, bu tarix doiradagi bir dogma qarash debmasa. İnsanlar o'zining ko'z qarashi va o'zining idisiga asosan shunday inson guruh va turkum bo'lib oladi. Agar biz Uyg'urlarning tarixini qaraydigan bo'lsak, biz Uyg'urlar musulmon bir xalq. Bizning xalqimiz musulmon bir xalq. Bu yerdagi Xitoylar bilan bizning o'rtamizdagi munosabat e'tiqod munosabat emas. Xitoylar bizning o'rtamizdagi munosabat e'tiqod munosabat emas. Xitoylar bizning o'rtamizdagi munosabat tajovuzchilik, mustamlika ve munqaz qilingan davlatni, besilgan tuproqni qaytarib olish masalasi. Mustaqil davlat qurish masalasi bu yerda. Masalan, Tungallar bor. Yillardan beri Xitoylar birga yashaydi. Qarabaqsa ular qurgan bir davlat yo'q. Tarixda masalan Xitoylar bora yashab kelindik. Bu yerda masalachi. Shunga bizningki Xitoylar bo'lgan masalamiz, biz Uyg'urlarniki musulmon ekanligini dunyo biladi. Masalan, Shvedlarniki, bunun güzellik işki ilgirlanken Şved misyonlarınki Qashqar otellarda ana shundoq Xristian nas taqib Uyg'urlarga Xristian ümidiman deyotganligi va shundan birga Uyg'urlarniki urf-odat, madaniyat bo'lsin va islomiy masalalarda qandoq ekanligini yozib qoldirgan nurg'un kitoblar bor. Bu masalan talashadigan masala emas. Va ikkinchisi Xitoylarning ko'z qarashidimi, hattoki Xitoyga ishlayotgan Uyghur munofiq jasuslarmi ularning xizmat tugat bo'lgan vaqtimizda uning Uyghur bo'lib qolganligi uchun, shu tuproqning egasi bo'lib qolganligi uchun Xitoy ularni albatta o'zi dushman deb qaraydi. Shunga bu masala kelgan vaqtimizda masalan mandaqaligi bu arvitish, bulvitish masalanki bu to'g'ri bir narsa emas. Hamda masalan dunyodagi kuchli siyosiy davlatlarningki insonlarni masalan tugib bo'lib va parchalab yo'qotish bu bularning siyosiy harakati. Masalan, qaraydigan bo'lsak, musulmon vahobi, sufi, masalan, ixvoni, salafi, talafi degandek masalan yoki paloni, pokoni degandek ana shunday narsani bo'lib parchalanganlar yillar bo'lib ketilmaydi. Bu siyosatchilarningki qilib kelgan bir narsa. Shuning o'xshagan Xitoylar shunday qilib kelganlik qo'y. Masalan, bizningki tarixga qaraydigan bo'lsak, bunun tabii 200 yıl ilgari bizim mesela Aqtaqata olub ketiş. Şundan birgə məsələn Abbaq Hoca dövründən keyinki bizə çıxan işki niza. Hətta məsələn şu 1944 yıldan keyinki məsələn Gomin'in tərəf olğan Uyğurların tökümünləri ərbabları və Sovetlər İttifaqı tərəf olğan Uyğurların tökümünləri ərbabları iki tərəf oluşub qılğan bizdə bu halət var. Bunu heç kim inkar qılanmaydı. Aslında biz başka milletlerdeki emniyet kayrak bir oturup bir munqarız kılınan bir devletten kurtuluşunu aldırımda koyup oturup kalan meselelerini içki işimiz hal kılan olsak ahvalimiz tamamen bundan olması da böyle emin akıllandı. Tamam, bunu qanaqlımız? Bu mesele qanaqlımız endi şu. Qanaqlımız sizce? Çünkü nurg'un masalan tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, partiyalar bo'lsin, bundan qilamiz-da, lekin qanday yani qanday rostga aylantiramiz? Mesela qarang, bu yerda masalan o tashkilotlarniki va masalan har qaysi ideologik odamlarniki partilanishi bu tarixdan bo'lib kelgan va bunu degan ham bo'ladi.
Birleşelergayda birleş gerek. Birleşelergayda birleş gerek. Fikir, ideya birlik kemmigen yana bir-biriga hujum qilmasdan dushmanga o'rtaq taqobil turish kerak. Hal qilingan masalalarda masalani ko'mib qo'yish kerak. Bunda Xitoy tatib açıqqa bir-birlar urushib, dushmanlashib, bu yer mening ideyam qoldi, men no'jdim. Mening ideyam to'g'ri, sening ideyang to'g'ri emassa, qarshi tarafning cho'qim to'g'ri ideyasi bor va uning orqasini egishayotgan nurg'un odamlar bor bu yerda. Bu vaqtimizda to'g'ri yo'ldagi ikki guruh yo'q bo'lmaydi. Vatan ozodlik uchun harakat qilgan guruhlar o'zaro urushib chiqib qolsa, bu da foyda Xitoy bo'ladi. Ya'ni urush yangi qalam kirish bo'lishi mumkin. Masalan, bizningki shu Manas daryosidagi bo'lgan milliy armiyaniki jangda shu davrda masalan avval qurolli bo'lmas keyin qalam kirish urushga Xitoy foyda topadi. Xuddi shunday bir narsa, ideologiya kirish ham masalan. Ya'ni bu biz falan tuproqimizni yani ozod qilish masalasida bu masalada birleşen tarafta çokum birleş gerek. Birleşemeydiğen fikir birliği bir kelmeydiğen meselesinde bir-birini pastga ko'radigan, bir-birini chetga qoqadigan ma'idiyatni qaytish kerak. İxtilofiy masalalarda navbat almay qatnasan qoldirib qo'yish kerak. Aldığımızda 10 günün içinde Amerika bir saylamga kirdi. Hemmimizge ayan. Sizin soray Trump mı Biden mı? Trump üstüde koyayım ben kalan. Trump üstüde de böylesiz, lekin Trump'ni xalamsız ya Biden'ni xalamsız ve nim üçün? Siz meni azaldan sorsanız ben biraz konservatifçiyim de Mesela Joe Biden benim bilen Trump bilen Hillary Clinton saylam düşkən vaxtımızda mən Ağam bilen nim qandım, tikişkəndim deydi hem de. Tikişkən Mehmet Ağamdan gedişkəndim. Ağam dedi Hillary Clinton ustudu demokrat mən dedim yok. Trump ustudu dedim. Demişki Trump ustudu deyme biz mesela Cumhuriyetlerindeki tarih qayılğan bolsaq bularniki Osman Batur devirden tatip Uyghur meselesi qarta yakın dikkat qilib ish kimni sirəməz. İkincisi mesela biz bunu Barack Obama'nınki tutqan siyasətini yaxşı gördük. Mesela Barack Obama çıxan vaxtımızda Müslüman diyen qoşulub onu Müslümanğa çıxırıb mesela teşviklər var, axı qıpırdıqçı mesela amma lakin Ərəb baharı küçük boşuna emas. Şu Barack Obama'nın hukuk tutqan məzgili başlap çıxdı bu narsa məsələsi. Heç kimin qolu heç kimin kalmaməz. Şununla birinciden menenki Trump'ın konservatif buluşunun asas sebep bularınki Cumhuriyetlerindeki Uygurlar meselesiyle yakın köngül buluşu tarihten beri. Ve ikincisi bularınki taşkı siyasetini menenki yaxşı kökellegin. Şundan birge o mesela o Hillary Clinton bilen Trump bağ vaxtımızda Hillary Clinton'unki hatta bir Amerika siyaseti ketken bir adam bolğandyken demokratlarınki onda bir yaxşı bir namzatı bolmagandyken şunlar futuru dep oylap men şunu Trump'ni tanlagan. Bu qatim mesizim Amerikada Trump'ni yengib chiqqanda demokratlar bunda bir narsa keltirib chiqib baxmadi. Bazı ahvolda. Şun faqat men yana Trump futuru dep o'ylayman. Ve Cumhuriyetlarınki chiqishni xohlayman. Buningdek texim bek uchun xohlayman Cumhuriyetlarınki. Demokratlar emas. Xohlab etmayman bularni bek. Çünkü mening demokratçılar Biden tutup qalsa, hatta miyada bir ahval var. Trump hatalaşmasam 74 yaş. Biden 78 yaş. Hatta birinci qitim hatta Biden tutup qalgan taqdirda bu adam 4 yilni tamamlayamay qalsa, endi Xudoyim jinni olib qalsa, belki birinci qitim yanidagi Kamala Harris ayol kishi prezident bo'lishi mumkin. Ya'ni şu demokratçılarning qo'lida Xitoy siyosati ya da Uyg'ur masalasi sizcha shu demakchi bo'lg'ini shu Obama davridagidek bo'lib qoldi deb o'ylamsiz? Yo'q, men da o'ylamayman. Men qanday o'ylayman degan vaqtimizda masalan Amerikadagi 2018-yili 5 bujak binoniki e'lon qilgan aniq bir ma'lumot bor. Buningda masalan buningdan keyingi Amerikaningki dushmani Rossiya emas, Xitoy. Shu bu masalada masalan agar masalan Cumhuriyetler taqsim chiqqan vaqtimizda Uyg'ur masalasi hargiz Obama davrida lahva olib berilmaydi deb o'ylayman. Lekin Cumhuriyetler chiqqan vaqtimizda Sharq Turkiston masalasi Uyg'ur masalasi demokratdan qo'ldan ko'tarib kelish mumkin. Ammo Trump va Cumhuriyetler davrida kuchli emas mumkin. Ya'ni ko'rdik. Demokratlar davrida ishning qanday bo'lganligini ko'rdik. Mesela Joe Biden'in nurg'un sakta chiqib qoldi seçilikleri.
Ukraynada bo'lsin, o'g'lini masalan Xitoylar bilan bo'lgan Hunter Biden'ninki ishlari bo'lsin masalanchi, bu chiqib qoldi bu narsa masalan. Bugungi masalan Amerika bo'lsin, dunyo nana bo'lsin, dunyoni boshqargan kuchlarninki asosan boy va iqtisodiy pullarga kelib chiqyapti masalan. Davlatning pullarga boshqarganiki bu inson haq-huquqini birinchi qo'ymaydi. Ular qo'ygan yaxshi pulni birinchi qo'ydi bular. Siz hozirda ma vaziyatni qaragan chog'da endi biz o'ylaymiz, albatta bizga mustaqillik lozim. Lekin shu chog'la qaytami? Masalan, shu 2013, 2014, 2015 bunda Uyg'urlar kelib ketib kelalaydigan bir jarayon asta. Bunda bir vaziyatga aylanib qolalarmi yo mushbiti Xitoy shu Uyg'urlarni yo'q qilish uchun mush yo'l tutiblam borgan sari bu ishlar qattiqlashamdi. Ya'ni bu yumshoqlik bormi oldimizda yani sizcha? Endi bu masalalarda birinchi men Xitoy mutaxassis emas, Amerika mutaxassis emas. Buni vakillarga tafsir ketmayman. Lekin meningki ko'z qarashim bo'lgan vaqtimizda vaziyatda agar dunyoda Xitoylar nihoyatda bir yilga bir millat endi masalan Yamandan qo'rqadigan, yovashni bo'zaq qiladigan bir millat. Agar bugungi g'arb davlatlar deganimda Yevropa Ittifoqi, Angliya va Amerika qator davlatlar Xitoylar bo'lgan iqtisod masalalarida Xitoyning iqtisodiyotini kunsiri qamoqlab oladigan, Xitoy o'zining chiqishini topamagan vaqtimizda balkim shular qilish orqali xuddi 1980-yilda dunyoninki Xitoyni ishga ochimiz deganda shunday yo'l tutib qolishi mumkin masalan. Agar Xitoy ya'ni Amerika va g'arb davlatlarininki iqtisodiy besimga bardoshlik bermagan vaqtimizda shu yo'l tutib qolish mumkin. Agar u besimga bardoshlik bergan vaqtimizda Xitoy Uyg'urlarni qirishini bir marta qo'ymaydi. Chunki navbatgi vaziyatda Xitoy unchalik va kuchli emas. Navbatgi vaziyatda unchalik emas. Chunki masalan Xitoyning eng gullagan vaqtlari 1990, 2010, 15 qadar hamda Xitoy eng gullanib, eng taraqqi oldiga manglamdi. Lekin baribir Xitoyninki xuddi masalan bir qurtdak kengayishlik siyosati paydin-pay masalan bularninki Sri Lanka, Keniya, Tanzaniya, Afrikadagi ba'zi davlatlarda uchiq oshkor maydonga chiqqandan keyin nurg'un davlatlar Xitoydan diqqat qilgan, hazar aylaydigan bu ahvol shakllandi. Shunga Xitoyning yuzini bugun davlatlar ko'rishga boshladi kunligini ham bu yerda. Lekin hozirma virus mezgilda bu virus masalan Trump deydi necha haftaning ichida yoki bir necha oyning ichida vaksin chiqdi. Bu hisobda Covid tugaydi bir yarim yilning ichida ya bir yilning ichida. Demak, burunqi ya'ni davlatlar, cho'ng davlatlar iqtisod uchun Xitoy bilan munosabat qurib qaytadan ya'ni Uyg'urlar unutilib ketib mushta bulamdi, mushu Coviddan keyin, virusdan keyin bu dunyo siyosati Xitoyga qarshi qana bo'ldi sizcha? Menimcha masalan amaliyotda Covid Xitoy ko'p foyda keltirdi. Masalan Uyg'ur Sharq Turkiston masalasida, Uyg'urlar bu masalada chunki bu narsa insonlarningki berish kelish qilish masalasi, tijorat va yoki hokazo nurg'un masalalarda bu ish Xitoyga foyda keltirdi. Bu Covid masalasi. Uyg'ur masalan besib boshqa insonlar hammasi vahima, qayg'u, sirtchiqi masalan to'plish namoyish qilolmasa, norozilik bildirilmasa, xalq rajig'ini chaqiramasa, nurg'un masalalarda bu Xitoy foyda keltirdi. Endi masalan bu virusniki, bu vaksinaninki qachon chiqishini bilmayman. Ba'zilar masalan bu yil 10-oy chiqadi, 11-oy chiqadi degan tarzda 10 javob oldik. Kun-kun ko'payib ketib bordi masalan. Şu bu aldığımız 3. ay çıkan 4. ay bunu hiç kim bilmeydi. Lekin aniq bir narsa shuki, bunun vaksinasi chiqqan bo'lsa, vaksina ishlab chiqqan shirkat va buni mablag'dan paychiqlab pulni beshi topadi hamda. Masalan gap bu yerda. Ikkinchisiga hamda bundan keyingi ya'ni Xitoy bilan bo'lgan davlatlarning munosabatini qarasak, men buni bak ishni ketmayman. Nima qarasangiz, nurg'un davlatlar o'zininki korxonalarini masalan Hindiston, Vyetnam, Indoneziya masalan Bengal qator davlatlar yo'tkizdi bir narsani masalan desak. Ham uning ustiga masalan Xitoyda masalan bundan keyingi bozor narsa menimcha paydin-pay ozlab mangdi. Chunki Xitoy ayni davrda Xitoyning ishchilari 200-300 dollar ishlaydigan bo'lsa, bugun Xitoyning ishchilari tuvan maosh ishlarini 500-600 yoki 700-800 dollardan tuvan ishlamaydi. Bu kapitalistlarki mablag'ni ixtiyorlashga asos maqsad pul tepishdi. Chunki a'zo emgak kuchi bor va sug'urta bo'lmaganlikdan foydalanadi. Lekin bugun kapitalistlar o'zining mollarini apayman yo'q degan davlatga yetkazadi, chunki ular ishchilarning soni Xitoydan arzon.
Hem Hindiston ba'zi bir aslahalarni to'liq yoldi ba'zi davlatlar. Shunga bu kapitalsa pul nerede bo'lsa shu yerga mablag' soldi. Mesela biz boykot China deymiz. Mesela şu Xitay mallarını almanglar deymiz. Lekin ben şu strategiyalar sizlar gaplashgan chog'da ular deydi ki bir davlat, bir shirkatni shu davlat bilan savdo qilsang bo'lmaydi degan bir hukmni tushiramaydi ekan. Ve her şirket özünün pay check demdi shareholderlarni razı qilish uchun cho'ng qo'lidan kelishicha cho'qim shu minglik human rights'ga inson haqlari qarshi bo'lsinmi shu shirkat ya shu davlatning shirkati cho'qim savdo qilish kerak. Kanunen bu kanunki her bir Amerika'nın kanunu, Avustralya'nın kanunu bo'lsin, u yerda maxsus cho'ng bir uch askari bir qulluq mushijatki bir nimlar bo'lmasa, u genocide, penocide uning chatoq yo'qkan. Qulluq bilan bo'lmasa o'xshashga chatoq yo'qkan, bilmayman. Mesela qarang, endi biz o'zimiz bir musulmon odam, kishilik huquq, inson huquqi tamam. Kishilik huquq va inson huquqlari bugungi kundagi mush kishilik huquq va inson huquqini tashabbus qilayotgan davlatlarniki o'zininki shu yoki oqtazlar ishlab qolgan ekan bu. Qarang masalan, biz ko'rdik biz bu narsani. İkincisi mesela kişilik hukuk degan bir narsa, mesela Xitoymi o'zi huquqim bor deydi, arablar bor deydi, bular bor deydi. Mesela bizlar bu tema pek ishkalab kirib ketmayli. Bugungi kunda mesela qaraydigan bo'lsak, mush kişilik huquq va ya ko'maydi yillardir mustamlak qilgan davlatlarda Falastin masalasiga yana qarab baqqan, masalan siz. Rohingya masalasiga qarab baqqan, Kashmir masalasiga qarab baqqan bu yerga masalan cho'ng bir deganlash yo'q yillardan beri qaraydigan bo'lsangiz. Dünya bildi, uqdi. Agar bir narsa boyqutganda bir davlat mustaqil bo'lgan bo'lsa, oldin masalan Falastin mustaqillik bo'ldi, misalgan bo'lsa. Ammo shu o'xshash bir vaziyat siz qarab baqqan. Masalan Bosniya Hersegovina. Masalan bu yerda Kosovo, bunun qarab baqqan. Masalan bu yerda Sharq Timor qarab baqqan. Shu bu masalaga kishilik huquq degan bir narsa bugungi insonning qo'lidagi boshqa qamchilagan bir qamchi yoki bir qurol misalgan. Agar siyosatda va diplomatiyada agar shu davlatlarga tashqi siyosatga va rayon qarab siyosatlarga uyg'un asosda bir narsa o'ynay olsa, masalan ular mag'lubiyaga erisha oladi. Masalan Taliban qarab baqqan. Taliban qaragansa ba'zi qarindoshlar men deydi Talibonni vakillaydi deb. Men Talibonni tillamay, nima tillayman? Taliban o'zining yozgan narsalarni chiqarib qo'ysam xop bo'ldi bizning. Chunki bizning nurg'un qilgan Taliban paras. Ama Uyg'ur parasanda. Men o'zimni men Uyg'ur paras, Uyg'urchiman. Shu Uyg'ur ham musulmon. Men o'sha tuproqda tug'ildim. Shu tuproqdan qonni bir jonni berish meni majburiyatim. Nima uchun masalan Talibanni misol keltirma? Qarang, Taliban 1979 yil 1989 yil qadar masalan Sovetlar Ittifoqiga qarshi Amerika va Xitoy hamkorlik. Bu hech kimga sir emas bu narsaganni. 1989 yil bilan qo'llab chiqarayotgandan keyin Taliban ishga urush. Vahabiyat sifatida keyin Taliban davlat qurdi, 2001 yilda Amerika kirgandan keyin Taliban g'alabalik holatda Xitoy va Rossiya bilan birlashib o'tirib Amerikaga qarshi turdi. Misalgan bo'lsa, oqibat kelgan vaqtimizda ayni davrda ruslarni Amerika va Xitoyning qo'li orqali suhbatlash ustiga akelgan bo'lsa, Amerikaningki Afg'onistondagi urushga qarshi Xitoylar bilan va Ruslar bilan birlash orqali yana shu suhbat ustiga keldi. Masalan Qatarda. Shuningga bu yerda siyosatni yaxshi o'ynash kerak. Yani bu yerda alam va qalam kuchi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar alam va qalam kuchi to'g'ri bo'lmaydi ekan, taqdir tusidek ochiq bo'lib, Falastinlik bo'lib qolasiz. Kashmirdek bo'lib qolasiz. Xato dedimmi? Masalan, Arakan musulmon bo'lib qolasiz. Agar Hashim Tojidek, agar Bosniya Hersegovinadek, agar ana boshlangan Kosovo, agar Sharq Timordek, agar siyosat to'g'ri o'ynalsa, g'alaba qilindi. Xato o'ynasa mag'lub bo'lindi. Masalan, bundan o'tir maydon chiqadi. Masalan, Liviyada Qadafi taxtdan tushgandan keyin Abdulhakim degan odam aynan masalan keyin Amerika masalan bu odamni qo'mondon qilib masalan tayinlab qo'yuqliq. Misalga bo'lsak Liviyaga. Masalan bu odam bo'lsak Muammar Qaddafini o'rgatni kuchaytirib qildik. Bu hafta kuchi boshqa. Masalan, shu yerdan kuchaytirishmadi. Shunga dunyodagi siyosatda manfaat yaqin bir narsa bor ekan. Dunyo siyosatida. Shunga biz Uyg'urlar siyosatni agar Uyg'urlarning milliy manfaatini, ya'ni Uyg'urlar deganimda bu yerdagi Qozoq, Qirg'izning masalasi emas, ular bizning qarindoshlarimiz. Ammo bizning Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uristonda Uyg'ur millatining Uyg'urlarning nufusi hammadan ko'p bo'lganligi uchun albatta biz Uyg'urlar bo'ldik. Chunki masalan Qozog'istonni Qozoqning yurti deydi qo'ymas, ammo Uyg'ur bor.
Özbek ne öğrendim? Özbek var. Misafir bir yerde. Ben bunu demezdim. Menfaat yani. Yani siyasetin doğru oynasak galbe, hata oynarsak mağlubiyet. Yani siyasetin biz oynayımız hem de. Eğer oynayalırsak, iktidarımız bu olsa. Tırşak göstersek Allah böyle. Tırşak göstersek yok. Yana bir temaga o'tgan batdi, lekin bu hassas bir tema, lekin ancha-muncha torlari bu gap mingyapti. Shu partiya masalasi. Bu partiya zodi nima, ya'ni partiya degan chog'da sizning tushanchangiz nima bo'ldi? Masalan, faqat fikringizni olib bag'im bor bu yerda. Ben bu partiye meselesi bekelaki bek ahırki müşü 4-5 ay içinde ben tordaki savaştaşa bek kiremeye kaldım. Bilmeyime. Lekin mesela Uygurlarının ki bizim qarindoshlarımızın ki qonda bir nas bo'lishini qat'iy nazar o'z ara bir-biriga hujum qilishmay tig' uchini Xitoy qardigan asosda har qanday bir birlashish ittifoqlashishni men yaxshi deb qarayman. Agar bir partiya bo'lsin yoki bir tashkilot bo'lsin yoki bir uyushma bo'lsin, o tig' uchi agar bizimizin qarindoshi qarshilab qoladi unda tashkilot, unda partiyaning, unda guruhning Uyg'urga hech qanday foydasi yo'q. Bizning vatan xalqimizga foydasi yo'q. Shunga tig' uchi Xitoy qarshilgan alam va qalamni Xitoy qarshilgan har qanday bir partiya guruhining qurilishi Uyg'urlar xato bir narsa emas, bu to'g'ri bir narsa. Undaqda masalan partiyani ya da partiya degan ideyani ya da partiya qurishni qo'llaysiz, ammo masalan sizning xayolingizda partiya qanday bo'lishi kerak masalan? Bu masalada partiya degancha partiya nima o'zadi? Shuni masalan men bu tushunmayman. Masalan, mening tushunishim Avstraliyadagi yo Amerikadagi g'arbdagi partiyalar, siyosiy partiyalar masalan bir ideyani qo'llanadigan. Ama bizning aramizdagi partiyalarni shaxsan men tushunmay qoldim. Shuni so'radimda, boshqa bir nimam yo'q bu yerda. Bunday partiya masalasi bununla bak tafsir etsek bo'ldi, lekin telefon top az qoldi meniki. Bu to'g'ri bitameyme. Lekin mesela hozir İnşallah partiya quruldi deb o'ylayman. Birisiga bu Cumhuriyet Partisi ham Shahruston Cumhuriyet Partisi, yana birisiga Uyg'uriston Cumhuriyet Partisi shundan masalan. Bu qarindoshlarniki o'zaro raqobatlashib, bir-biriga to'qnashmay oldiga qarab menishni va o'rtaq taqobilda bunda o'ylayman men qalbimda. Yani partiya mesela kelgan bo'lsak, dunyoning nurg'un davlatlarda mesela odamlar partiyalashuvdi. Mesela o'zini partiyaga a'zo, partiya o'zini kuchli ko'rsatib mesela. Shuni bu nachar bir ish emas. Agar siz Turkiyaga qarang, yoki Matrokan Gollandiya bo'lsin, yoki Amerika bo'lsin, yoki mesela diktator Xitoyda 8 partiya bor endi, nomi Ittifoq sport degandek mesela. Shunga partiya endi xato bir narsa emas deb o'ylayman. Tamam. Bo'pti aka, sizning telefoningiz tok az qolibdi. Diydorlashdik qarindoshlarimiz bilan. İnşallah qilaqitim ko'rishgacha siz omon bo'ling, qarindoshlarimiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlarım. Va alaykum assalom.